Assalomu alaykum. Annyeonghaseyo, 여러분. 우즈베키스탄에서 온 사라입니다. 오늘은 계란국, 계란전조림, 김치전 만들 겁니다. 그리고 딸기랑 바나나 주스도 만들어 보겠습니다. 자, 오늘 만들어 볼 요리 재료들입니다. 먼저 딸기 바나나 주스 만들 겁니다. Bizani o'zbek tilida tushuntirib aytadigan bo'lsam, bu sharbat deyiladimi, kokteyl deyiladimi, ishqilib bilmadim nima deyiladi. Bananni oldim, qulpini oldim. Ashta banan tozalayotganimda yechilmadi. Asabim buzildi-da, keyin mana sanga ikkiga bo'lib, kallachasini ikkiga qarab bo'lib yubordim. Xo'p, mana bitta asalni olaman-da, asalni sovaman. Bu prinsipi oson. Yogurt desanglar, yogurt qo'shsanglar ham bo'ladi. Olasanglar, suv o'zini qo'shsanglar ham bo'ladi, lekin sut bilan qo'shib qilsanglar maza bo'lib chiqadi ta'mi. Mana senga dedimda, shaq deb mashta bitta shitirlatib oldimda, birzillatib oldim. O'zi buni tayyorlash juda ham oson. Prosta men buni tayyorlab sizlarga ichib ko'rsatmoqchi edim. Ichkim kelib qolgandan qildim. Hozir shu yerda men paydo bo'ldim. Voila. Mashta qo'rqib ketmaysizlar, tovoga qarab suv qo'yamiz. Shirr aytib, oldimda ko'rib turganinglar, o'lmasga tuxumi desam adashmayman. Chunki ular qaynatilmagan oddiy tuxumlar, ularni olib qaynatib olaman. 6 tasini suv ichiga tashlab yubordim. Hop, tuxumlarni nimaga qaynatyapsiz deyishinglar mumkin. Bu tuxumlarni oxirida biz salat qilib qoraytirib olamiz. Hozir men bu unni oldimda kesib olib, tovoni ichiga 4 qoshiq soldim. 1 sekinroq sanab sol. 2 3 yaxshi, to'ldiramasdan 3 qoshiq solibman. Keyin shu bilan ustiga ozgina suv qo'yganimizdan keyin karislarni o'zini piyozi bor. Oddiy piyozga o'xshaydi-yu, sal boshqacharoqda. O'shalarni to'g'rab ichiga solib olamiz. Keyin hozirlarga souslar chiqadi. O'sha souslarni hammasini aytib o'tib ketaman, qanaqa sousligini. Agar koreyskiy ovqatlarga qiziqsanglar, mana shu kanalimni ko'rib borsanglar, sizlarga tarjima qilib qo'yib ko'rsatib boraman. Hop, buni ichiga bitta tuxumni chaqib oldim. Ko'rdinglar, oddiy qilib piyozni kesib oldim. Keyin mana bunaqa koreyslarni kimchisi bor. Ular kimchisiz ovqat yo'maydi umuman. Hop, bu kimchini ozginasini oldimda, kesib, xohlasanglar uzun qilib kesib olinglar, xohlasanglar kichkina qilib kesib olinglar. Farqi yo'q. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, shu kimchini to'g'rab, shu testani ichiga qo'shib yoramiz. Qo'shib olganimizdan keyin orqamizdan qilgan bardakni sekin hech kimga ko'rsatmasdan artib tozalab, hech kim bilmagandek qilib tozalab qo'yib qo'yamiz. Keyin mana shu testani ichiga boyagi kimchimizni ichida suvi bor. O'sha suvini ozgina qo'shib olamiz. Ozgina ta'm beradi bu. O'zi koreyslar postoyanno shunaqa qiladi. Ovqatida qolib ketsa ham tagiga ham qo'shib yeyaveradi. Buni ustiga ozgina suv qo'shib yorib, aralashtirib olamiz. Yaxshilab turib, mana shunaqa testa hosil bo'ladi. Bular sizlarga ko'rinishdan hozir g'alati tuyulishi mumkin, lekin mazasi вообще zo'r narsa. Yesanglar, aniq bo'lib qolasizlar. Yana yeginglar kelib qoladi xullas. Hop, bu yerda yog' olamiz. Ozgina yog' qo'shib olamiz. Semichka yog' bo'lsa undan ham yaxshi. Koreyada yog' topish qiyin, chunki yog'larning hammasi gullardan olingan, xullas erib ketadi, qiyin. Shuning uchun men semichka yog'ini olib kelib oldim. Keyin uni mana bunaqa oddiy shakl berib, o'zimizni anaqaga o'xshatib qo'yib olamiz, qatlamaga o'xshatib. Hozir endi masalaga chistay toza koreyskiy tuxum sho'rvani ko'rsataman. Suvni olib qaynatib olamiz. Men o'zi kichkinaroq idishga qildim sizlarga ko'rsatish uchun. Bitta tuxumni olamiz. Archib, to'g'rab, mashpet mani pichog'im o'tmay qoldi, kep. Keyin men bu tuxum baragimni olib bitta aylantirib oldim. Tagiga kuyib ketmasin deb shiliq qaytib tushdi, o'zi ham chiroyligina bo'lib, formasi ham zo'r bo'ldi. Xo'p, endi ikkita tuxumni yaxshilab turib aralashtirib olamiz. Keyin ani qaynagan suvimizga qo'shamiz. Shu payt qo'lim terlab ketdimi, bilmayman, nimagadir perchatkim paydo bo'lib qolib, yuvib qoldi. Ovqatim sho'r bo'lsa bo'lsin-u, peshonam sho'r bo'lmasin dedimda, tuxumni ichiga tuz bilan murch solib aralashtirib tayyor qilib oldim. Hech ham qorninglar och payti ovqat tayyorlamanglar, sizlarga maslahatim. Bo'lmasa menga o'xshab chuqulab yeb tugatib qo'yasizlar pishgunigacha. O'zimga yoqib ketganda mana senga deb zo'r deb ko'rsatib qo'ydim qo'lim bilan. Suvimiz yaxshilab qaynab chiqqandan keyin piyozimizni solib, uni qaynashini kutamiz. Ozgina qaynagandan keyin boyagi tuxumni olib, faqat aralashtirib turamiz, to'xtatmasdan aralashtirib,
Mamtlarni tozalab olay. Isqirt qilib tashlama hamma yo'ni. Orada bir ani tuxum baragimga qarab qo'ydim. Kuyib ketmasin tagi deb. Shuncha mehr berib qotganimga. Tuz bilan murchni yana sovib olib, boyagi to'g'ragan piyozimizni, sho'rvamizni ichiga qo'shib olamiz. Aralashtirib. Kadrda ko'rsatmabman. Tuxumimiz qaynab chiqqan. O'sha tuxumimizni olib tarelkaga olib chetroqqa qo'yib qo'yamiz. Keyin mana tarelkada tayyor turibdi chetda tuxumimiz. Keyin o'sha tovoq ustiga yana ozgina suv qo'shib, hozir sizlarga endi soyalar haqida ma'lumot beraman. O'sha soyalarni любой koreyskiy magazindan olsanglar, aytsanglar o'zlari berishadi. Videoni yaxshilab ko'rsanglar tushunasizlar. Men bu yerda 3 ta ovqat qilaman, hammasini bitta vaqtda qilaman. Bu hozir sovatgan soyami oti chinkanjang deyiladi. Biz 6 ta tuxum qaynatganimiz uchun 6 qoshiq suv ichiga qo'shib qaynatib olamiz. Bundan keyingi sousimizni ham ekran ustiga souslarning otini yozib qo'yaman. Чтобы sizlarga удобный bo'lish uchun topishinglarga. Bundan keyingi sousimizni kukkanjang deyiladi. Kukkanjangdan 2 qoshiq qo'shamiz, aralashtiramiz. O'shani o'zini qaynab chiqishini kutamiz. Qaynab chiqqandan keyin biz tuxum qo'shamiz. Hozir ungacha ham bitta achchiq qalampir, agar kim achchiq qalampir yomasa, oddiy qalampirdan qo'shsanglar ham bo'ladi. Ikki chetini tozalab, o'rtasidan ozgina bo'lib tashladim. Unaqa ko'p maydalab tashlamadim. Xo'p, bundan keyin qo'shamiz qo'ziqorin. Bu qo'ziqorinning oti pyogurt posot deyiladi. Xolesterinni kamaytirib, immunitetni ko'taradi. Agar bu qo'ziqorin topolmasanglar, koreyskiy magazinlarga borsanglar, o'sha yerda topishinglar mumkin. O'zbekistonda sotuvda bor. Hammasini olib qo'shib olamiz suv ichiga, o'sha boyagi soyamizning ichiga. Video murakkab botgan bo'lsa, Instagram sahifamga o'tsanglar, lichkamga yozsanglar, men sizlarga videoda tushuntiraman nimalar qilganimni. Bir bog' archilgan chesnokni olib qo'shib olamiz. Va nihoyat videomizning oxirgi shtrixi tuxumlar. Qaynab turgan sousimizning ichiga tuxumlarni qo'shib olamiz. 10-15 daqiqada hammasi pishadi, tayyor bo'ladi va dasturxonga tortiq qilamiz. Mana shu qo'lim rosa qaltiradi boru. Koreyslar haqida yana bitta fakt aytib qo'ymoqchiman. Koreyslar har doim ovqatni guruch bilan yeydi. 구독, 알림, 좋아요 해주세요. 다음에 또 만나요.